Ve til tədqiqatçımız Quddus Hafiz hakimizni tanıştırıp etmem. Abdülquddus Abdülhafiz til yazıq tərcimi tədqiqatı bilan şug'ullanuvchi. 1951 yılı Kelpin'de ma'rifatparvar ve ticaretçi ailesini tug'ilgan. 66 yılgacha başlang'ich to'liq o'tir maktab ma'lumotini Kelpin'de olgan. Shundan keyin aynı zamandagi la'nati sinfiy siyosatning cheklanishi bilan oliy maktabga borolmagan. 72 yılda 73 yılgacha Nailik san'at umigida muzikant ve numur ijodiyatchisi. 73 yılda 78 yılgacha Nailik suv elektr stansiyasida elektrikchi. 78 yıldan 81 yılgacha Nailik madaniyat yurtida rassom, xattot, tarjimon, adabiy tahrir. 81 yıldan 96 yılgacha Nailik fan texniki jamiyatida tarjimon, o'quvchilar fan texnik faoliyati yetakchisi bo'lib ishlagan. Bu jarayonda yezigilik fan texnikasi, elektronlik qurilmalar bo'yicha ijodiyat, ixtirolarni, adabiyot san'atga aloqador ijodiyatlarni, til va tarjimaga aloqador ilmiy maqola va lug'atlarni tayyorlash bilan bo'lgan. Bularning ba'zilari jamoat bilan yuz ko'rishgan. 83 yilda boshlab Uyg'ur tilining olamshumul ilmiy qimmati, tarixiy rolini butkul yer shariga jakarlash, Uyg'ur tilining dunyoviy o'rnini tiklash maqsad qilgan 1800 betlik Qaysi til dunyo til bo'la oladi nomli kitobni yozib jiddiy nashrga tayyorlamoqda. Quddus Hafiz akamning yosh vaqtida olgan bir nimbati shu vaqtida yezisida eriqdan o'z oldiga ish kimning texnika qo'llashini olmay turib o'zining uyiga kichik elektrik stansiya yasagan hikoyasini anglagandim. Aramızda bütün hissiyatı bilen Uyghur dilini qo'g'dashga bütün kuchini chiqarayotgan akimiz Quddus Hafizni taklif qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, hamma salomat bo'lib keldinglar. Menimki hozirgi so'zimim ma'rifning maqsad nishoni nima va nim bo'lish kerak? Uyghur ma'rifining maqsad nishoni shu. Ma'lumki insoniyat olimi abid bo'lib, insonlar ma'rif andisiz ichida yashashga boshlagan uzun tarix jarayonida yetishib chiqqan ilm ma'rifat ahllarini hisoblash bo'lsak, sanashga asla cham yetmaydigini chuqur his qilamiz. Nihoyat afsuski, mushuncha ular ko'p sondagi bilim ahli mavjud bu insonlik olimini nazar soladigan bo'lsak, jahongirlik, tajovuzchilik, xonxo'rlik, bulangchilik, xoinlik, sotqinlik, xiyonatchilik, munofiqlik, tuhmatxo'rlik, kazzoblik, hilagarlik, aldamchilik, quvlik, shumlik, jinsiy pastkashlik, zo'ravonlik qatorliq jinoyat qilmishlarining yil asrlab davom etganligini, kindik qon to'kilib, tug'ilib o'sgan ona vatandimi, erkin ozod yashamayotgan, jumladan dinidan, tilidan, milliy madaniyatidan, turarg'i uy, joy, makonidan ve iqtidorliklaridan mahrum bo'layotgan, ha deganda tuhmat, haqorat bilan tutqun qilinib, vahshiyona zulm iskanjalar bilan turmizlarda qonliq bir chekayotgan, hatto xilma-xil usullar bilan fojialik holda o'ltirilayotgan gunohsiz insonlarning izchil ko'payotganligini ko'rib o'tamiz. Bu zalim uchun ilm ma'rifat ahli shuncha ko'payotgan bu dunyoning vaziyati mushta bo'lishi kerakmi? İlim ma'rifatlik bo'lishdan maqsad zoti mushunda fojialar to'lgan dunyoning shaklanishi uchunmidi? Undan boshqa qarasak, hozir qit'alar uchadigan atom bombalari mavjud. Bu nima uchun? Bu nima zuriydi buniki? Navbat bo'lsa, bu yil mobaynida Uyg'ur ma'rifining kun-kuniga yig'ilishayotgan fojiali zallarlari e'tiqodi sog'lom mushar otalar va ziyolilarning yuragini qon yig'latmoqda. Vücudumuzni titretmoqda. Ve bu tüfeyle zuvanımızdan isyan çukallarımız partlap çıkmakta. Bu yerde bir avalını etsem, kini qaysi bir evlat ata-anası bilen şaşkan çağda dini söyündirilgan, hürmetine ifadesi boğan, Esselamu Aleyküm der ikman yapacağıydı. Qaysi evlat ata-anasıdan yaki başçonlardan özünü tartış emnici bildi. Sansızlıgan evlatlarımız okudu da. Ama maksat nişan neyme? Mana bu cihetdeki ahvallar
kishini hakikaten qattiq bayram qildi. Uyg'ur ma'rifi zodi nima uchun bushlar taqdir buzilib qoldi? Bu maqolada men bu yerda qisqa to'xtalmoqchi. Arada ba'zi bir tarixiy masalalar bor edi. Masalan, Uyg'ur ma'rifi jarayonida paydo bo'lgan, yetib chiqqan yaxshi insonlarimiz bor edi. Ularning taqdirini silashga biroz vaqt yetmaygan, vaqt ko'p gapirmayman. Faqatlam bizning bunaqa tahlil qarashini o'tirib o'tagidimi? Shunday bo'lganda birinchisi ma'rif so'zimining aniqlanmasi va islomsiz ma'rifning ozg'inligi. Bir odamda ma'rif degan bu so'zlarni biz tadqiq qilsak, u necha ming yil so'zlarmi oxirgi nishon nima deganda ta'lim tarbiyadan boshqa narsa emas. Ammo bu ta'lim tarbiyaniki hozirgi ahvol qanday damlashib deganda buniki nuruldan taraflari bor endi. Ta'lim tarbiya toki shu kalimazon hozirchilik qanday diniy vositalar asosida sim keldi. Ammo hammamizni tadqiq qilib baksak ba'zi ozg'in ishlar bor. Buningki bir ko'rinishi toki islomiyat paydo bo'lgan qadar ozg'inlik boshqa narsa emas. Buning eng gavdali ifodasi butparastlik. Mushuk darajadagi tandir ko'p bo'lg'achqa nurun kishilar qalbisida ang ilijatdagi tushuncha naydi sus yoki yo'q deysang bo'ladi. Nay zayib. Mushunday bo'lg'achqa ta'lim tarbiyaniki yo'nalishida jiq farqlar bor. Agar İslamiyet qabul qilgan bo'lgan bo'lsa, mening bayon etib o'tgan ahvollar ko'rilmas edi. Inshaalloh ko'rilmasi mumkin edi. Ammo bu yerda tanbir yetarli bo'lmagan degan tushuncha mujmal bo'lgandan keyin insonlarning qalbisida bir xil g'alati bir tushunchalar paydo bo'lgandan keyin oxirida bu angliyadagi tushuncha ularning qalbisida to'g'ri bir yo'nalishda ish qilishga yetaklaydigan taraf mavjud emas. Men qanday madaniyat deganda shu hozir qarasak devletninki orada yaşayotgan daireli insanlar vardı. Denizler var, başkalar var. Ama uların kalısı yakında bir düşünce, doğru bir İslam an izli bombalık için alan kalısındaki düşünce ahir kısap nim bol dediğinde özür abam münasebette, devletler münasebeti olsun, kanal bulunsun, hata düşünceler işgallık için ahirkısından kızı bir tecavüz kıldırgan yak olmasa azizlarını kuşçuluğu bozak kıldıran bu da ahvallar eğilişip gitti. Başka kıl mıkıl hata işlemine damlış geldi. Belki mesela şunun için mağrip okuyatlarınınki kalısı da asasıkanda bir hata haldeki düşünce eğri orada kaldık için bugünkü cemiyetimizde ahvallar eğri. Demek ki ben ki İslamiyatsız mağrip hükümsüzleyen devirlerde kalışına bozuk ya ki yakış bulmagan adette teldir yok emez emniyettim ama bu adetdeki normal bir yaxshilik qilish bir-biriga. Sebep o'sgan gaplardan biz almaydi adette. Bu eng muhim narsa deganda İslamiyat. Buni ayrılgan ma'rif, azindi ma'rif. Shuning uchun önemli. Ciddi o'qish kerakki, insonlarga to'g'riligi, son-sanoqsiz pok dillar bilan mukammal isbotlangan islomiy ma'rif kerak. Endi bu yerda ben biraz qo'shimcha ba'zi gaplar bor. Masalan, Budizm, Hristiyanlık dini, başka dinlerin ben aldım belirdi. Onu hem de kısalttım. Bir yerde ben insanlar dinlersem İslam mağrif işgalanlık beksat meşrudur diyen bir nesi var. Bu hakikaten mühim nesi. Çünkü insanlar bu meşruların nuru bilen en avval bundan düşünmüyordu ve düşünmesi gerek. Yani insan kim yaratkan? İnsanın yaratılış gayesi ve hikmeti nime? İnsanın yaratışığı bağın nispeten haktarlığı nime? İnsanın başka mevzular arasındaki orun nime? İnsanın kuş kudreti kançılık, kuş kuvvetini ne işletsek yaratılışımızdan bekliğe ve bektimizge bekrek uygun geliyordu. İnsanın iş hareketleri öz kudretinin ve bunun hesabının çekirisi nerede? Takdirimizge yutilgenini görüş cihetten dünyadaki iş hareketimizden kandak kıymeti var. Turmuşimizning bolup mu hayatdagi izratlarning sababi va neticasi nima? İnsan uchun haqiqiy maqsad zoti nima va u qayerda? İnsan avlodi mana shu jihatda bilib ma'lumot bo'lganlar andin ozg'inlikdan saqlanib bu dunyodagi yashashning to'g'ri yo'ldan bo'ladi va shu chaqda butkul olam gullab yashnagan hamma joyda baxsadat amallari kuylab yog'gan bo'ldi. Chunki bunda bilib iqtidor egallagan amaldor
ve siyasetçi insanlarga haqiqiy insoniy vijdoni bilan muomala qildi. Kishiga qat'iy zulm qilmaydi. Adalet, haqiqat uning davlat boshqarish mizoni va yo'nalishi bo'ladi. Tajovuzchilik bilan ozodlik o'ziga beqindirish, bo'zaq qilish, bulab talash hissi bo'lmaydi. Balki o'zini o'zdak ko'rishdek haqiqiy insonparvarlikni joriy qildirdi. Chunki bunda bilimlar egallagan yozuvchi, shoir inson qalbiga Allah'ın bar ve birliğini tunutuşunun ve Allah'ın emir bırakımlarına emet birişinin ne kadar faziletlik, ne kadar şereflik iş bulduğunu gül çekiyordu. Bunun bilen iman güçlenip durdu. İctimai ahlak güzelleşiyordu. Cemiyet kaynam taşkınlık, manevi huzur vergisi şumuyordu. Çünkü bunda bilim iktar egallayan tadqiqatçı tadqiqatını insanların facialı kaldığı öldürüş, yok tutuş maksatı kullanmaydı. Belki insanların hayatını qo'llash maqsadi qildi. Qısqası, mana shunday bilim iqtar o'z yo'lini jari qildi, haqiqiy joriy qildirganlar bu dunyo rahat, farog'atli jannat bag'siga aylandi. Chunki insonning qalbi shirik aqllarning xoli, quyoshning nuridagi palvatgan tursa va Alloh taolaning insonlarning birlik tutaqini bu tursa va inson bu istakka ahmiyat ko'rsatgan tursa, nima uchun shunday bo'lmasin? Biz bu yerda bir narsa deb qo'yayman. El deganda bu hozirgi eng egilishgan bir narsa hozir bu kishilarimizni muomala qilgan chog'da haqiqatdan noji egir, haqiqatsizlik. Yasagan bomlarni biz hech qanday zurriyat yo'q, düzüm yo'q. Ne paysam yetmem men buni qilishimga. Uning ustiga zar yo'qlagan ishlar bor. O zar nima paysa? Biz eng munosib qalbimizda shu islom angligi bo'lsa, u vaqtda Makka nazimniki nima paysa deb savol qo'yib qalbimizga. O vaqtda inshaalloh her xil qilmagan ishlar, qilmagan zulm ish qilmagan ayet narsalar o'tirib chiqmaydi degan so'zimda. Allah Teala ishki olamlik, beqsatlik hayotimizning ulug' va nurli mashhur bo'lgan Qur'oni Karimni bunday ko'rsatdi. Bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, ham yaratib turg'uchidir. O mudab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allah'ın ruhsuz kimmi Allah'ın aldida şifaat kılasın. Allah ularning oldidagi, yani dünyada kılgan, keyindeki, yani ular için aratık tayyorlagan işlerini hemisi bilip durdu. Ular Allah'ın ma'lumotidan, ular bildirishni xohlagan narsalarni, yani peygamberlerinin tili orqali bildirgan narsalarni boshqa hech narsani bilmaydi. Allah'ın kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash unga og'ir kelmaydi. U yuqori matbuotdir, hammadan ulug'dir. Osmonlarning va zaminning podshohlik Alloh xosdir. Allohning bilisi yo'qdir, podshohlikning shirki yo'qdir. Allah hamma narsani beratdi, ondan o'zi xohishi bo'yicha uningga munosib o'lcham belgiladi. Shaytonga va bularga cho'qinishni yiroq turgan bilganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan qo'shqar beriladi. So'zliqlar silib, uning eng yaxshisiga erishganlarga, yani taqdirlari bandirimga qo'shqar bergan, ana shular Alloh yaratgan kishilardir. Ana shular sağlam aql kishilardir deyildi. Elir deyildi. Shunday bo'lganda bizningki bir maqsadga borgan yo'limiz Allohning ta'limoti. Bunu bilmey turib biz har qancha bir tarixni yozib ketildi, men yozib ketildi, shoir ketildi, ham biz nol. O'ylab boqaylik bo'lmasa. Nurli kitoblar yozildi. Ammo nechisi qanchalik bo'ldi? Bu bak muhim o'ylangan narsa. Shoirlarimiz ko'p, yozuvchilarimiz ko'p. Hamma nima yozdi? O'zi yaxshi yozdi, ammo Alloh haqida gapsiz yo'q. Bo'lsa tutamli gaplar yo'q. Ayda bo'lgan tarbiyasi ojiz, zaif. Shuning uchun yazıcı bulur kalsın, nim bulur kat nazar bu meseleye dikkatleşmemiz gerek. Teknik iş bulsak mı yanılam Allah'ın taliminde komutan kalmış sunumuzda yazan teknikimiz bayat diye oturduğunda kişiler olduğu ziyankeşliğin başına yazılmaydı klasisi. Meydanımız doğru bulmasa, niyetimiz dürüst bulmasa o vaktan kız kılan işimizin neticesi beraber yaxşı yerden çıkmaydı. Şunun için Allah'ın ki bar ve birlik komutan tutuğu asasda her işimizden kaldığımızda Allah'ın etkiledi. Onun için nimi yazsak, nimi çıkarsak o vaktan kılan işimiz doğru yayılmamak diye söz. Demek ki İslamiyet gülleniş, beksaadet ve huzurlat demektir demekçi ben. Emdiki tema Uygur marifinin maksat nişanı ve nimi olması gerek. Nime ve nimi olması gerek. En mutlu üç doğrultu oğlu ben. Birinci Uygur marifinin parlak tarih devre zivallık takdiri. Bu adı köp sözlemeyim. Fekatlam ben bu şartı demekçi benim ötkende, dönüğün günde bir kırmızı sözde aldı bilen cip tarihin arasında oturup koydum ben onun için hoş oldum.
Onun için hocam kısaltma bir kapatlam kısa bir üzerindeki telli oturup ötmen. Demek ki ki Uygur marifi 953 yılı Sultan Sultan İslamiyet kurulganın 2 yıldan toyruğu var kaçam ligirligen oldu. Onun aldıkısını bizden de köpsüzlemeyle biraz azınlık var onun da. Çünkü o vaxtdaki xilme-xil şirk edilen tolgan dinler köp bizge kirk etken. 953 yılını keyin marifimiz to'g'ri olmangan. Undan keyin Seydi xalqida yaxshi bilingan, vaqt taqib yaxshi bilingan desak bo'ladi hisobda. Ammo Appaqo'janiki qilgan ziyonkashligi bilan bu marifimizga egri bir meta tushgan bo'ldi hisobda. Undan keyin 1930-yili Milliy Bersab degan gap o'tirib chiqqandan keyin marif bilan fan ayirib etildi. U vaqtdan keyin yangi boshdan egri bir kulfat paydo bo'ldi. Ya'ni fanni bilgan din bilmaydi, din bilgan fanni bilmaydi. İki çoğun hang paydo bo'ldi bu yerda. Mesela bizimki aramızda bir katli bir alim adam var, dini alim. Ben bir kılıp sordum. Ma taraftaki vaqtda sol bilan kirganmiz. Chiqqan 10 bilan kirgan buni shunaqa bo'ldi deb so'rasam, menga javob bermay faqatlam o shunaqa bo'lgan narsa bizda deb qarab o'tadi. Dogma bu gap. Buni fan soyasidan girmaylik alba taqqigan. Dediki odam birarsa yiqilib tushsa, agar shu chaqda sol puta oldi bo'lgan bo'lsa, orqa yiqildi ekan. Agar o'ng puta oldi bo'lsa-chi, vaqtdan keyin oldi yiqildi ekan. Endi tarafında bilirse biraz pasınçı bayamdı. Eğer şu vaqtinizda, sol putingizda vaqtinizda yiqilib tushsangiz, orqaga chiqsangiz, ayirlikka menimcha uchmaysiz. Agar o'ng putingizda kelsangiz-chi vaqtda, bir o'zini abjirligi poqitsangiz o'zingizni. Demak, bu yerda bunday bir hikmat bor. Ma'nomda qarib tushunib bermay qoldi, oyada olim isbotlab qo'ydi. Demak, bu yerga nasl berganda gelgen dersini fandan birleşken bolsa, yani şu karnının özü fandan bir bolsa, dömük yapmasını biraz düşündürmek yapıttı. O vakit kaygısı kuşu yukarı oldu vakti yaptın ki. Ma bolsa olsarsınız imamlık değil işte ama neymiş imamlık diye vakti adam kirip çıkarttığı diye yapıyordun ki. Aynı müdahlıkı, ilmi cihetten ara şöyle doğru geldi buna. Onda demeyeceğim da olsak bulup koysa izah etmek mümkün, hayırlı izah etmez mümkün. Onda bakani geldim kıva vaktimizde ilmlik jihatdan tushunib o'tadigan bo'lsak, vaqtingizda ta'sir yaxshi bo'ladi, tarbiyasi yuqori bo'ladi ki. Endi ma panchilarchi, panchilar fanni din yaxshi o'rganish kerak. U vaqtda tadqiqotda yaxshi yaxshi bo'ladi degan so'z. Masalan, bu Moris Bokada bir olim bor, fransiyalik anglagansa qachon. Shu odam bu piramidni tadqiqot qilgan vaqtda o'zidan mishmol chirmaydi deb savol qo'yganda o'z-o'ziga. Ama cevabı tapamagan bu, hiç qanday qilib. Ahirda tadqiqotchilar orqali Tevratni keldigan, Zabur keldigan, xilma kitobni kelganda ekandigan hech qaysini javob topamaydi ekan. Ahirdan kelsa bir yili Arabistonda ochgan bir yig'inda uni taklif etgan. Borgandan keyin u yerdan kelsa yendigilarni so'raygan. Mushta ahvol duch keldi, buni qilishdan keyin shahidlar yendik olimza Qur'on Karimni echib ko'z qo'ygan. Deydi ekanki Kur'an müsaade yapamdı. Bugün biz silcesini çıkarımız. Ama ibret şu silcesini çirpmemiz yapamdı. Al köygen ninkiye şahsasılını aç meydanda Müslüman bakın. Demek ki fendi alınırımı Kur'an-ı Kerim'de öğrengen olsa, demek ki İslam'a yakşı öğrengen olsa, o vakta tatkat ilerlişi de kandisi yakşı var buldum içmen. Hem de özümüz kileydi. Bizim muharibimiz kalırında, hem de ibadet dinimizde naci eğer bir ahvallar var. Bu 2000 yılından başlayıp Uygur marifada ciddi çekiniş, hatta eğer akabatlarla yürüp yürüyordu. Bizim Allah'larımız hazır, ne makbuzunu bildi o pencerede vakta. Allah'tan kalıcı tunuydu bu cihette naid guva kalısı. Ya biraz çelmesek buludu hesapta. Şunun için biz pende dini meselesini yaxşı gelmesek, yaxşı yol başlık kılmasak, bizim ağan tarifimiz yanılan tüyükle girip kalan bulup diyen gel. Şu için bir teşebbüsüm, İslamiyet'in mutlak ve mutlak fenni derslerine yol başı kılış. Birleştirip öğreniş en mühim. Bizim müşahit yaşı yollanmasak, müşahit yaşı tutmasak, bizim marifimiz mutlakta zavallı yüzülür diyen söz. Şu için benim bir televim hem de, hem aslında bir adalıkı ilim saati yeni geldi. İlimden haberim var. Hem de kanalımızın müşahitlikler başlayıp durup,
Kur'an-ı Kerim'de her günü olsa 10 betini, hiç bulmadan 5 bet olsa öğreniş arkalık, bu cihetdeki şeyimiz var, çoğunluğa tutsak. Eğer bunda bulmayırken çoğunluğa, nedimizde bayatından diye ötüyendek, ya pende, ya dinde, mükemmel bir saat bulmadan deyken, burada işimizde, ilim cihette, ilerisimiz yaxşı bulmayı demek için ben. Benim bir netice bulsun bu şey, hem de bu cihette köpsülsem, gep tübeyken, vaktini almayı. Bazı bir bu siz kadın yaxşı bulmak için gepler çok bulmağında aşkın. Ama bunu sizler hep sorayım ben. Hemen ona rahmet. Kudüs Hafizkam'a köp rahmet, Allah razı olsun. Sual olsa alsak. Sorar mısın? Yok. Tamam. Anda olsa. Evet. Anladım. Elbette. Elbette. Mesela bu ustalar bölümler mesela Yusuf'a zaten bize bu yakın süreçte bu çocuklar divanı. Yani bizim ikinci bu şu aldığımız yazılı eserler bölümler uzak şunlardan bir parçası yazılır mı? Bu eser yüzyılların hatta 6-70 yılların biri tutarlı eser olarak katılıyor. Peki 50. yılların biri yani bunun yazısı da akıtlarımızı alıyor. Peki tutarlı eserler bir yıl 80-80 kadar bu var. Fırsatların hangisi uygun riyada asasen kalbilenmenizi adil kılmak. Bu şartta bu uygun kalbilenmenizi ilgili marifet merkezi olan şu asasen mühim bir çıkım bulundur. Ben bunu da bir sırf bir dünyası anlaşılan şey. Bu şartta ancak bu tarz bir kızar Elbette ben bu mesele köpsülmeci de burasını kanda. Çünkü Memlük Kaşkari, Yusuf Hazarcı bizim İslami alimlerimiz, ama ulanın her bir eser okuğa vakti adamın içine dilsini gidiyorlar. Gepini Bismillah'ın başıydı, ayak vakısı nahit yak teslim Muhammed'de. Ama hazır eserimiz başkalarının yazılı eserini bırak kırıp baksak, pen okuyanın meseleniz etka vakti. Bu cihette nahit aciz. Ben bu cihette hem de o kitap öyle söylüyoruz, yazı bir kitap diyorsa, şunu da açık nesrin bayılın. İnşallah bu İslami bilim bilen, fendi bilim birleşmese bu bilim bulmayı gerek bunda. Bunun kıymeti daha yukarı. Biz evladım terbiye vaktinde ahşam terbiyelemesek, artan kızı bu dünya geldik, imtihan dünyası bu. Biz pekatla bir oynayıp güzel bir yapışkız gelmedik. Allah'ın belli bir yetiş gayesi var. Enda bakın ki biz İslam terbiye yapışkız yerli vaktimiz o artan kız bizim kiyinki ıspalı bir yapışkız olduğunu gibi. Mehmet Kaşırov olsun, Yusuf Hazarcı olsun, yazılan kitabını 5 tane diyemde, Müslümanın başında terbiyenin mühim oran koydu bir yerde. Kısa, cikaplı var bunda. Bir yerde Yusuf Hazarcı'nın ki kitaplıkları okuyan basanlar üçünüzde. Acayip yaxşı yapılı var. Hemimizin 5'in müvaziyen Allah'ın namı var. Bu pek mühim nasıl bu bizim yazışımızda. Kudüs Hafizkam'ni qisqa bir film işlettikken Kudüs Hafizkam hakkında. Ağabeyimiz Kamilcan. Kamilcan'ın söz gideklik kılımız. Assalamu alaikum jig'in ahli. Mening ismim Kamiljon Abdukerim. Men İstanbul Üniversitesi'de radyo, televizyon, sinema kasbida magistr o'qiyapman. Quddus Kamniki so'zlaganimizni oldinglar. Shunda yurak tek yaxshi bir narsani so'zladi. Men bu Turkiyaga kelgandan beri Quddus Kamdan jiq ta'sirlanib, hayot hikoyasini asar qilayotgan ishlardan bir film boshlagandim 2012 yili. Hozirgacha davom